Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 16-mart 2026-yil haftaning dushanba kuni. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Biz Gaza blog kanallarimizga, Gaza bloglarimizni obzorni qilishda davom etamiz. Qadrli yurtdoshlar, mana Gaza bloglarimiz 20 ga 30-60 holatdagisi. Juda bir go'zal holatda chiqqan. Yasin 550 markadagi sementda quyilgan Gaza bloglarimiz. Bu tomonda tayyorlari kimga Gaza blog kerak bo'lsa ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Tumangaz bilan yonma-yon eski 90-avtobazada Gaza bloglarimizning ma'lumotlariga kelsa, har bitta qolipimizdan 12 ta dang'ich chiqadi. Har bitta qolipga 110 kilodan Yasin 550 markadagi semirlarni qo'shamiz. Har bitta mana shu 20 ga 30-60 bo'lgan Gaza bloglarimizda 9 kilo 100 dan semen bor. Qadrli yurtdoshlar, Xudo xohlasa sho'r chiqazmaydi. Yasinni yaxshiligi, Yasin semenning yaxshiligi sho'r chiqazmasligida, qattiqligi, plotnus berishida. Har xil 550 marka, 450 markadagi semenda quyilmagan, o'sha doimiy Yasin 550 markadagi semenda quyamiz. Vodiy bo'ylab qadrli yurtdoshlar 16,5 ming so'mdan dostavkasi bilan yetkazib beramiz. Namangan viloyati bo'ylab qaysi tumangaligini aytilsa, yo'l kirasini kelib chiqib narx belgilab beramiz. Qadrli yurtdoshlar, ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bizning bloglarimiz juda bir go'zal va ko'rkam holatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.